Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizga Angliya mamlakati va ushbu mamlakatga 2030-yilgacha migratsiya sohasi qishloq xo'jaliklarida qanday yangiliklar bo'lishi, ro'yxatdan o'tish qachon va qayerda bo'lishi haqida, ro'yxatdan o'tish turlari, o'zingiz mustaqil ravishda migratsiya agentligi balki xususiy bandlik agentliklari orqali qanday o'tish hamda ular bilan bog'langanda qancha xarajat ketishi kerakligini video davomida to'liq aytib o'tishga harakat qilaman. Unday bo'lsa boshladim. Ushbu mamlakatga siz ishga borish uchun 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishingiz kerak, rus yoki ingliz tilini muloqot darajasida bilishingiz kerak. Ana endi qanday dokumentlar kerak bo'lishi haqida, ro'yxatdan o'tish qachon va qayerda bo'lishi haqida aytib o'taman. Siz ro'yxatdan o'tmoqchimisiz? Bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Mana shu yerda migratsiya agentligi, xususiy bandlik agentliklari qachon ro'yxatdan o'tish ishlarini boshlasa, mana shu havoladan birinchi ro'yxatdan o'tishingiz mumkin va birinchi bo'lib xabar topishingiz mumkin bo'ladi. Agarda o'zingiz mustaqil ravishda ishga ketmoqchi bo'lsangiz, hozir xarajatlari, harakatlarni to'liq aytib o'taman va kommentariyada ismingiz, yoshingiz, qaysi chet el mamlakatidasiz, rus tili yoki ingliz tilini bilasiz, mana shuni yozib qoldirsangiz, har bitta yozgan kommentariyada Angliyaga ishga borish uchun 5 ta rasmiy migratsiya sayti havolasi bor. Mana shulardan ikkitasini tashlab beraman. Har bir yozgan kommentariyaga tashlab beraman. Xo'p, qolganlar esa Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin 3 ta havolani. Ushbu mamlakatga ketish xarajatlari, o'zingiz mustaqil ravishda bormoqchimisiz? Deylik sizdan ketishi mumkin 1200-1300 dollar. Albatta avia chiptasini sotib olasiz. Xarajatlaringiz, vizangizga, hujjatlaringizga ketadigan xarajat 1200-1300 dollar. Migratsiya agentligi tomonidan bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana shu xarajatga, hujjatlarga faqat qaytib kelish avia chiptasi ham qo'shiladi va 1700-1800 dollarni tashkil etadi. Orada 100-200 dollar o'ynayapti. Buni sababi avia chiptalarning ko'tarilish va tushish narxiga qarab. Siz migratsiya agentligi limitidan qolib ketgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish ishlaridan xususiy bandlik agentliklariga hujjat topshirsangiz bo'ladi. Bularda faqatgina firma to'lovi bor. Mana shu 1800 dollarga 500 dollar xarajat qo'shiladi firma to'lovi hisobida. Deylik 2300-2400 dollar atrofida sarflaysiz xususiy bandlik agentligi tomonidan Angliyaga mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga bormoqchi bo'lsangiz. Nima uchun Angliyadagi davlatda til talabi rus tili mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha? Sababi bu ishlarda ko'pchilik ish beruvchilar rus tilini bilishadi va bu ish beruvchilar Ukrain, Belarus, Polsha va Rossiyaliklar hisoblanadi. Shuning uchun mana shu ish beruvchilar Osiyodan rus tilini biladigan nomzodlarni taklif etadi, ular bilan suhbat qiladi, suhbatni o'tganlarni esa mavsumiy ishga taklif etadi. Angliyada bir yilda 2 marotaba mavsumiy ish bo'ladi, yozgi va qishki mavsum. Yozgi mavsumda ish o'rinlari ko'p bo'ladi, oylik maoshlar esa 1800 dan eng yuqori 2600 dollargacha bo'ladi. Qishki mavsumda ishlar kamayib ketadi, qishki mavsumda esa daromadingiz 1500 dollardan 2000-2100 dollargacha bo'lishi mumkin, eng yuqorisi. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Albatta yozgi mavsumda ishlar ko'p, oylik maoshlar yuqori, shanba, yakshanba kun dam olish kunlari hisoblanadi. Xo'p, ana endi bu ishlarga siz bormoqchimisiz? Qanday dokumentlar kerak bo'ladi? 4 ta majburiy hujjat, 3 ta ixtiyoriy hujjat. Majburiy dokument. Birinchisi qizil pasport, ikkinchisi
sudlanmaganlik haqida hujjat Davlat xizmatlari markazidan olishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, oq fonda 3x4 ko'rinishda surat va to'rtinchisi oxiriga tugatgan ta'lim turingiz bo'yicha dokument. Maktabni tugatganlar uchun attestat, kollej, litsey, universitet, institut, magistraturani tugatganlar uchun diplom so'raladi. Mana shu 4 tala hujjat majburiy. Ana endi ixtiyoriy dokumentlar esa siz rus tili, ingliz tilidan sertifikatingiz bormi, imkoniyatingizni oshirib beradi. Mana shu sertifikatni taqdim etsangiz. Agarda siz qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha institut yoki universitetda o'qiganmisiz, mana shu diplomni ham sizni imkoniyatingizni oshirib beradi. Va keyingi o'rinda sizda ish staj bormi, mana shular ham imkoniyatingizni oshirib beradi. Va agar sog'lig'ingiz bo'yicha hujjat bering desa, tibbiyot markaziga borib sog'lig'ingizni tekshirtirasiz va xulosani qog'ozga tushirib, dokumentlar orasiga qo'shib ish beruvchiga topshirishingiz mumkin bo'ladi ro'yxatdan o'tishingiz bilan. Xo'p, ketish xarajatlarini aytib o'tdim. 6 oylik mavsumiy ishchi viza orqali ishlab kelasiz. Mana shularni ham qanday hammasini video davomida qisqa va to'liq tushuntirib berdim. Ro'yxatdan o'tish ishida qolib ketmaslik uchun o'zingiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Mustaqil ravishda ishga bormoqchimisiz? Kommentariyada menga havola tashlab bering deng. Men sizga havola tashlab beraman. O'zingiz mustaqil internet orqali u yerdagi oylik maoshlarni, ish turlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Ish beruvchining WhatsApp hamda telefon raqamlari qoldirilgan. Bemalol ular bilan rus yoki ingliz tilida suhbat qilib, sizga ish beruvchilar ishga taklifnoma yuborsa, mana shu ishga taklifnoma orqali Angliya elchixonasiga kirib, o'zingiz vizangizni olib Angliyaga uchib ketishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, rus tili, ingliz tilini biladiganlarga bu mustaqil ravishda borishning xarajati arzon va qo'l keladi. Qisqa ma'lumot, lo'nda ma'lumot izohlarda fikringizni kutib qolaman. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.